Hozirgi kunda yangi O'zbekistonni barpo etishga qaratilgan ezgu intilish va harakatlarimiz hal qiluvchi bosqichga ko'tarilmoqda. Bu yo'lda milliy o'zligimiz, g'urur iftixorimiz timsoli hisoblangan ona tilimiz beqiyos kuch-qudrat va ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi. Bu fikrlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbek tili bayrami munosabati bilan mamlakatimiz xalqiga yo'llagan tabrigidan olindi. O'zbekistonning davlat tili to'g'risidagi qonun bundan 36 yil avval, ya'ni 1989-yil 21-oktyabrda mustaqilligimiz e'lon qilinishidan 2 yil oldin qabul qilingan. Haqiqatdan ham o'sha davrda o'zbek tili davlat tili sifatida birlashtiriladigan jamiyatimizning ulug' maqsadlari sari safarbar etiladigan qudratli kuch bo'lib maydonga chiqdi. O'zbekiston Respublikasi davlat tili o'zbek tilidir. O'zbekiston Respublikasida yashovchi barcha millat va elatlarni qadrlash uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib beradi. Garchi zug'um qilganlarni yoqtirmadim, she'r yozdim-u, bo'lak ishni qotirmadim, tilim turib o'z tilimda gapirmadim, bir eslasam eziladi bag'ri dilim, ona tilim, kechir meni ona tilim. Onam erkam deb quchganda tunlar yarim, erkim yo'q deb zirqirardi bir joylarim, parovozni hansiratgan bug'doylarim, oltinlarim, madallarim, ipaklarim, ona tilim, kechir meni ona tilim.